Fransiya klubi skauti Eldor Shomurodov atrofidagi vaziyatni kuzatmoqda. O'zbekiston terma jamoasi va Rimning Roma klubi hujumchisi Eldor Shomurodov faoliyatini Fransiya chempionatida davom ettirishi mumkin. Fuot Mercato nashrining xabariga ko'ra, Ren klubi skauti Loic Desire futbolchi haqida dastlabki ma'lumotlarni to'pladi. Manbaga ko'ra, Ren hali Roma bilan muzokaralarni boshlamagan. Bunga sabab ular Istanbulning Başakşehir klubi Shomurodovni o'z safiga qo'shib olish uchun jiddiy harakat qilayotganini yaxshi bilishadi. Shu bois fransuz klubi vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda. Agar hujumchi istanbulliklar bilan shartnoma imzolamasa, Ren rasmiy taklif bilan chiqishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, Başakşehir Shomurodov uchun Romaga 7 million yevrolik taklif yuborgan. Turk matbuotida tarqalgan xabarlarga ko'ra, bu transfer kelgusi haftalarda ijobiy yakunlanishi mumkin. Eslatib o'tamiz, avvalroq Shomurodov ayni paytda Istanbulda ekani va klub bilan barcha shartlar bo'yicha kelishuvga erishgani xabar qilingandi. Yaqin kunlarda u bilan rasmiy shartnoma imzolanishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun, Shomurodov 2024 va 25-yilgi mavsumda Roma safida 37 ta uchrashuvda maydonga tushib, 7 ta gol va 5 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Transfermarkt portali futbolchining qiymatini 5 million yevroga baholamoqda.